Quyosh botishini qanaqa chiroyli ekanligini ko'rganingizda yoki anchadan beri orzu qilib kelayotgan ish joyiga qabul qilinganingizda, yaxshi ko'rgan taomingizni iste'mol qilganingizda o'zingizni qanaqa his qilishingizni bir eslab ko'ring. Bunaqa paytlarda inson o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Ana endi esa tasavvur qiling, hozir sanab o'tgan shunaqa yaxshi holatlarda endi siz hech nimani his qilmayapsiz. Ichingizda esa shunchaki bo'shliq, hech nimaga qiziqish yo'q. Hech nima sizni xursand qilmaydi. Xuddiki sug'ur kuniga o'xshab har kuni bir xil takrorlanaveradi va siz shunchaki bu kunlarni yashayverasiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 280 million inson depressiyadan aziyat chekar ekan. Bu dunyo aholisini taxminan 5% ni tashkil qiladi. Mana shu videoni ko'rib o'tirgan odamlarning taxminan 15% da ham hayoti davomida depressiyaning og'ir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Ha, depressiya aslida anchagina ko'p uchraydigan holat va insonlarni biror ishga yaroqsiz qilib qo'yadigan kasalliklar orasida semizlik va diabetdan keyin 3-o'rinda turadi. Bugungi videoda siz qaysi kasallikda miyangiz tom ma'noda kichrayib ketishi, nima uchun depressiya deb o'zingiz noto'g'ri diagnoz qo'yishingiz, nima uchun tupa-tuzuk yurgan qo'shningiz bir kun to'satdan o'zini osib qo'ygani, shunchaki yomon kayfiyat bilan depressiyani farqi nimadaligi va suiqasd kabi yomon oqibatni oldini olish uchun bu kasallikni qanday davolash mumkinligi haqida bilib olasiz. Keling avval depressiya o'zi nima ekanligini aniq bilib olsak. Deyarli hamma insonda vaqti bilan turli sabablarga ko'ra kayfiyatsizlik yoki bo'lmasam tushkunlik kuzatilishi mumkin. Masalan, yomon baho olganda yoki bo'lmasam ish joyidan ketganda, yaqin insoni bilan janjallashib qolganda va hattoki oddiy yomg'irli kun ham ba'zida insonni o'zini xafa his qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zida esa bu kabi his-tuyg'ularni umuman sababi bo'lmaydi. Birdaniga paydo bo'ladi va yana o'zidan o'zi 1-2 kundan keyin vaziyatga qarab yo'q bo'lib ketadi. Va bu hammasi normal holat. Lekin ko'pincha aynan shunaqa holatlarda odamlar depressiyaga tushib qoldim deb ta'kidlashadi. Balki shu sababdan ham depressiya so'ziga insonlar kerakli darajada jiddiy qaramay qo'yishgandir. Bu aslida tibbiyot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, umuman depressiya hisoblanmaydi. Depressiya ham xuddi infarkt yoki diabet kabi tibbiy kasallik bo'lib, siz xohlaganingizda yoki nimadirga chalg'iganingizda o'z-o'zidan osongina yo'q bo'lib ketmaydi. Bu kamida 2 hafta davom etadi va depressiya insonni kundalik hayotiga juda ham katta ta'sir o'tkazib, hayot sifatini buzadi. Shunchaki tasavvur qiling, ertalab uyg'ondingiz va sizda avval maza qilib, yaxshi ko'rib qiladigan ishlaringizga nisbatan umuman qiziqishingiz qolmagan. Umuman hech nima qilishni xohlamayapsiz. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, hayot xuddiki kulrang tusga kirib qolganga o'xshaydi. Depressiyaga tushgan odamlar o'zlarini aynan mana shunaqa his qilishadi. Yana depressiyada turli xil belgilar kuzatiladi. Masalan, kayfiyatning yomon bo'lishi, barcha maza qilib qiladigan ishlaringizga, hobbilaringizga nisbatan qiziqishni qolmasligi, ishtahani o'zgarishi va buni natijasida vaznda o'zgarishlar, o'zini juda ham qadrsiz va haddan tashqari aybdor his qilish, uyquning juda ham ko'p bo'lishi yoki umuman bo'lmasligi, diqqat jamlay olmaslik, harakatlar sekinlashib qolib, xuddiki energiyasi yo'q odamdek yurish va hattoki suitsid, ya'ni o'z joniga qasd qilish haqidagi fikrlar bo'lishi mumkin. Psixologiya protokollari bo'yicha agar sizda yuqorida sanab o'tilgan simptomlarni 5 ta va undan ko'proq uchrasa va bu simptomlar sizni kamida 2 haftadan beri bezovta qilayotgan bo'lsagina depressiya tashxisi qo'yilishi mumkin. Shunchaki kayfiyat buzilgan paytda menda stress, depressiya bo'lyapti degan insonlar holati aslida umuman depressiya hisoblanmaydi. Chunki depressiya insonni shunaqangi holatga olib kelib qo'yadiki, unda inson hech ham atrofdagilarga depressiyadaman deb jar solmaydi. Qaytangi bu insonlar depressiya ketayotganini o'zligi oxirigacha anglab yetishmaydi. Shunchaki bu tushkun kayfiyat va o'zi o'tib ketadi qachondir deb kutishadi. Birgina so'z bilan aytganda, o'zi depressiya qanaqa paydo bo'ladi? Buni xuddi mozaikaga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni depressiyaga olib keluvchi faktorlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Buni genetik sababi bo'lishi mumkin yoki miyadagi ba'zi bir kimyoviy o'zgarishlar hisobiga yoki hayotda uchraydigan qanaqadir stressli vaziyatdan so'ng, masalan, ish joyini yoki yaqin insonni yo'qotish orqasidan yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa bu faktorlarni mix ko'rinishda, ya'ni birga kelishini ham guvohi bo'lamiz. Depressiya shunchaki kayfiyatni o'zgartiradigan kasallik emas. Bu paytda miyada ham haqiqiy o'zgarishlar ketayotgan bo'ladi. Bu o'zgarishlarni oddiygina miya tomografiyasi tekshiruvlarida ham ko'rish mumkin. Masalan, miyaning old qismini va gipokampusni hajmini kichrayib ketishini ko'ramiz. Ma'lumot uchun, miyaning bu qismlari inson fe'liga, xulqiga va xotirasiga javob beruvchi zonalar hisoblanadi.
Agar mikroskopik darajada qaraydigan bo'lsak, depressiya vaqtida insonda ba'zi neyrotransmitterlarning miqdori o'zgaradi. Neyrotransmitterlar nima deydigan bo'lsak, bu xuddiki ikkita inson bir-birini tushunish uchun so'zlarni, gaplarni ishlatganiga o'xshab, neyronlarimiz, ya'ni nerv hujayralarimiz ham informatsiya almashishi uchun aynan neyrotransmitterlardan foydalanishadi. Depressiyada esa aynan norepinefrin, serotonin va dopamin kabi neyrotransmitterlar kamayib ketadi. Depressiyada yana har xil gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Qalqonsimon bez gormonlari depressiyada juda ham katta rol o'ynaydi. Aynan gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez gormonlarining yetishmasligi depressiyaga olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Qalqonsimon bez gormonlarini to'g'irlagandan keyin, ya'ni qayta normaga olib kelganimizdan keyin depressiya ham o'z-o'zidan tugashi mumkin. Deyarli barcha depressiyaga tushgan bemorlarni tekshiradigan bo'lsak, ularda kortizol gormoni oshib ketganini ko'rishimiz mumkin. Kortizol bu aynan stress gormoni hisoblanadi. Bundan tashqari ba'zi bir kasalliklar bor, masalan, Cushing kasalligi yoki bo'lmasam Cushing sindromi. Bunaqa kasalliklarda aynan shu kortizol juda ham baland bo'ladi va shuning uchun ham bu kabi bemorlarda depressiya holati kuzatilishi mumkin. Yoki ba'zi bir kasalliklarda aynan mana shu kortizol gormonini dori sifatida qabul qilishga to'g'ri keladi. O'sha ko'pchilik bilgan dexametazon, prednizolon kabi dorilar aynan mana shu gormon hisoblanadi. Va qanchadir muddatdan so'ng bu bemorlarda ham depressiya boshlanishi mumkin. Depressiya chaqiradigan dorilarga yana levodopani ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Levodopa bu Parkinson kasalligini davolashda ishlatiladigan dori vositasi va bu dorining ham salbiy tomonlaridan biri bemorlarda depressiya chaqirish mumkinligidir. Bu kabi dorilarni qo'llanish hisobiga yuzaga keladigan depressiya fanda farmakologik depressiya turi deyiladi va bu dorilarni to'xtatgandan so'ng depressiya ham o'z-o'zidan tugaydi. Yana bir qiziq fakt, tanamizda pi moddasi bor. Bu modda bizga og'riq haqida signal beradi. Ya'ni agar siz barmog'ingizga igna kirgizib olsangiz yoki biror joyga qo'lingizni urib oladigan bo'lsangiz, aynan mana shu pi moddasi chiqadi va hozir og'riq bo'layotganligi haqida signallarni miyamizga yetkazishni boshlaydi. Depressiyadagi insonlarni tekshirishganda esa ularning ko'pchiligida aynan mana shu pi moddasi juda ham yuqori chiqqanligini ko'rishgan. Lekin ularda hech qanday og'riq beradigan tana jarohatlari bo'lmagan. Bundan kelib chiqadiki, qalb og'rig'i degan tushuncha shunchaki quruq gaplar emas ekan. Psixologik og'riq ham organizmimiz uchun haqiqiy tana jarohatidagi og'riqdek tuyulishi mumkin ekan. Ana endi depressiyaga tushib qolsa yoki bo'lmasam depressiyadan aziyat chekayotgan insonni ko'rib qolsa nima qilish kerak? Depressiyaning juda ham effektiv davolash yo'llari mavjud. Professional psixiatr ko'rigiga borish juda ham muhim. Odatda depressiyadagi insonlarga dori vositalari, ya'ni antidepressantlar yozib beriladi. Bu dorilar miyadagi neyrotransmitterlarni normaga qaytaradi. Og'ir holatlarda esa psixiatrlar elektrokonvulsiv davolash metodlarini yoki transkranial magnit stimulyatsiyasi kabi texnikalarni ham qo'llab ko'rishadi. Bularning hammasi juda ham effektiv davolash yo'llari hisoblanadi. Depressiya belgilari ko'pincha tashqi tomondan sezilmasligi mumkin. Shuning uchun ham haqiqatan ham depressiyadan qiynalayotgan odamlarni bilish qiyin. Amerika Milliy ruhiy salomatlik instituti ma'lumotlariga ko'ra, ruhiy kasallikdan qiynalayotgan inson tibbiy yordam so'rab borish uchun o'rtacha 10 yil kerak bo'lar ekan. Lekin bu yo'lni tanlash kerak emas. O'zim yolg'iz buni yengib o'taman deb o'ylash bu eng katta xatodir. Chunki xuddi boshqa kasalliklarda doktor ko'rigiga borish qay darajada muhim bo'lsa, depressiyada ham bu muhim. Xuddiki qo'li singan bo'lsa, e'tibor bermasam o'zidan o'zi bitib tuzalib ketar deb kutmagandek, depressiyani ham o'zidan o'zi o'tib ketadi deb o'ylash kerak emas. O'z-o'zidan bu kasallik o'tib ketmaydi. Agar siz kimnidir depressiyadan aziyat chekayotganini ko'rsangiz, iltimos ularga professional doktor ko'rigiga borishiga yordam bering. Chunki bu kabi insonlar uchun bu yengib bo'lmaydigan darajada og'ir holatdek tuyulishi mumkin. Bu holatlarda depressiyadagi insonlar juda ham qattiq aybdorlik va o'zidan uyalish tuyg'ularini his qilishlari mumkin. Lekin depressiya bu qanaqadir ayb yoki bo'lmasam kuchsizlik belgisi emasligini hammamiz tushunishimiz kerak. Agar sizda hech qachon depressiya holati kuzatilmagan bo'lsa, haqiqiy depressiyadagi insonlar holati bilan shunchaki kayfiyatingiz yomon bo'lgan vaziyatni solishtirmang. Ularni his qilayotgan belgilarni normal, vaqtinchalik deyish bilan yoki o'zingni qo'lga ol, bunaqa kuchsiz bo'lma, chalg'isang o'tib ketadi degan gaplar bilan battar vaziyatni og'irlashtirishingiz mumkin. Qo'rqinchli tomoni, depressiyadagi insonlar suitsid qilishga juda ham yaqin bo'lishadi va shuning uchun ham biz bunaqa vaziyatlarda ehtiyot bo'lishimiz va professional doktorlarning yordamini olishimiz kerak. Ba'zida shunchaki depressiya haqida ochiq muloqot qilish ham yordam beradi. Bir ilmiy maqolada joniga qasd qilishni o'ylagan insonlardan aynan suitsid haqidagi fikrlarini so'rash, suitsid riskini kamaytirish haqida yozilgan. Ruhiy kasalliklar haqida ochiq muloqotlar o'tkazish kasallik haqidagi yolg'on mif va fikrlarni kamaytirishga, bundan tashqari
tashqari insonlarni ruhiy kasalliklarni osonroq va yengilroq qabul qilishiga, o'z vaqtida esa shifokor ko'rigiga borib davolanishiga olib keladi. Keyingi safar biror do'stingiz haddan tashqari ko'p uxlagandan shikoyat qilib, baribir to'yib uxlamagandek o'zini his qilayotganini aytsa, ularni shunchaki dangasa deyishdan avval bu holatni depressiya emasmikan deb ham o'ylab ko'ring. Kimnidir og'ir vaziyatdan aynan siz qutqarib qolishingiz mumkin. Siz bilan doktor Iroda Baxtiyorova bo'ldi. Salomat bo'ling.